Urug' tuqqanlar sirvatmay tursanglar shu men Yezi bozorda. Yana shu Payshan bozoriga keldim. Hozir mana bizningki endi rost gapni qilsam men hozirga qadar mal zag'irligini bilibman. Lekin burun zag'ir yesam, shimning oliqiga kiyib bak biyaram qitda onam so'qishab turib yuzitcham shu nimani zag'irning o'zida. Bir gapni so'ray, igisi siz ama. Kaç pulda satılgan zag'irni? İkisi 5 koydan satılgan. İkisi 5 koy, birisi 2 yarim koy şunda ama. Mene urug' tuqqanlar mavu çaçqı işitgan biz aynı vaqtda tatib ota boğalarımızı tatib çaçqı yilim çapıtı dittinglar. Mavu aşu şaptulning ma bu? Ürükning jigdimi nima? Jigdininki mushi yilimi shukan mena agalafkam. Jigdi yilimi mushu çaçqı paydalıq degan yilimni mishadi bakan. Mishadin tepeletga urug' tuqqanlar. Tuqqanlar hozir Payshan bozorida qassab bozor ekan mavu hozir ma akimizdan ko'shab qoldik. Go'sht 50% qimmatmiz hamda. Lekin so'rab baqay bu az tutyapsiz ya. Belga so'nga ko'rsab qoldayna. Ham pachaq og'ib boyanғы so'nga ko'rsab qolib. O'zingiz lekin yana mushu kasbni qilyapsiz shunda, ammo qancha yillik qassabsiz? 35 yillik qassab. 35 yillik qassab shunda ama. Mallı qanday qanchalik malni qo'yimiz. Chiqitmi qochqapoqlarni. Chiqitmi degan gap shu kichik degan gapga da. Hozir qochqapoqlarni. Kichik bilmasa chiqamayli. Nimaning go'shi bor? Muzay go'shi malli. Muzay go'shi ekan urug' tuqqanlar. Bu qanday muzayning qanchaliqi bor? Chiqit muzay boqining go'shi akak. Akak boqining go'shi ekan urug' tuqqanlar. Abdi qag'inni o'zinglar bilsanglar bu Tuqqanlar mena mav butunlay mush Payshan bozoridagi Sey bozor ekan mena. Mavim yerdagi Sey bozor ekan urug' tuqqanlar. Endi mayada bir narsani so'rab baqay. Siz ma gurushilni shipinga tasam bilamda? Bitti. Ma gurushilning o'zi mavu mushu Mishel Xotanidagi dixalning guruchimi bor? Ha, shu. 25 kiloluk guruch sirtdan alsak, jagun qilgan guruchni alsak, azan to'xtamdi ham, mush dixalning qo'ldan chiqqan guruchni alsak, azan to'xtamdi. Mav azayaq to'xtaydi. Mav azayaq to'xtamdi. Urug' tuqqanlar Payshan bozorida mahma, Mishaning o'rnima. Mana urug' tuqqanlar mavi gazni ekan, mushu gazning o'zini dixalni o'zining qo'lda yasab akib beribdi sizga mushu gazni. Yasab akib berdi. Yasab akib birtgan urug' tuqqanlar gazni degan mushu. Urug' tuqqanlar mana bir g'ingzichig'i bor demanglar. Mane bizni burun ishlatdik kichik vaqtimizda. Hamda hozir hammamiz zakidab shu kichik vallaga zakilab yamlab qo'ygan bo'ldik. Amaliyotda mushum o'zi yog'ochda yasalatgan buyishga bilab qilgan vaqtida ballini ishlatgan. Nima deytasizmi? Shumak kiras. Mening esimda qolmabdi. Shumak degan mushu meni urug' tuqqanlar. Yeşil bambukluk qog'oz bor ekan. Mush qog'ozni qancha sotilgan Payshan bozorida? 6 koy sotilgan. 6 koy sotilganga urug' tuqqanlar. Demak, birisi 1,5 koy atrofida biz sirtdan olsak, 4 koy 5 koy atgan narsa Payshan bozorida mushda holatda azan ekan. Mana meni bir elinga mavi bu sup-sariq nima lampinga bor? Tuxum chiqib, bitikmiz ayna. Tuxum chiqib, uzangni ititgan lampingmi, alaydi lamping. Mavi oq lamping. Mavi ochiq suv, bu xushbo'yning ochiq suvini ishlatilgan. Endi bu manda da birkaç sasın qanchalik chiqdi bu ko'rayman. Akalan qana? 3 koylab chiqdi mavi. 3 koy? Urug' tuqqanlar 3 koyga lampon yesiga 3 koyga lampon mana. Muju lamponni o'zi 3 koy. Men shu yerni Payshan bozorida maqma. Urug' tuqqanlar Payshan bozoridagi eng dangliq shu samsxona. Ko'danlama adamga liqliq paydida o'chlar saqlab turgan samsxona ma bu. Mana akalan Mene avval miyani ko'p qilaglar. Mushi go'shtni mushunda shilib-shiltito. Aniki aytdim, ish tarafda to'xtamay manchadam. To'xtamay qilayotgan narsa samsini yasayotdi mena. Ko'rdingizmi? Miyaga asalma ustular hozir yaqsilib, noiti yo'g'an nima qozon deymiz buni? Tava qozon. Tava qozonga to'xtamay binasini saqltirib, ma Payshan bozoridagi eng cho'ng, eng yish qo'ygan samsxona maqma. Payshan bozoridagi ballar kiyimlar ekan urug' tuqqanlar. Igisi bigilinga, menga igisi gap. Qo'lingizga olib keling ha. Mana mush gansar, mana urug' tuqqanlar, mush gansar qancha pula? 20 koy. 20 koy, ishtancha 30 koy. Ha, 30 koy. Ishtan 30 koy, 40 koyga urug' tuqqanlar ballininki. Anikining avu kiyim, eliq to'pisi 20 koy kelmiş Payshan bozorida ekan.
Muşunda azam minasilimi barken uruk tuqqanlar. Birlikten tatip yastık içidemsiz, yotkan taşlıkları demsiz, onun kendin muşu perdenin demsiz, bütünley mişadı barken. Hem de perdene kançpıl etrafıgacha setig'liga. Taxminan azini mançpıl, qiybeti mançpıl dep turgan. Evet. Kıymette 60 koy balam. Azini 10 koy, 15 koy çıkarttı. Mitrima. Mitrisi uzanımı köyden 1 metr şu baha diken bakma rutuqqanlar. Men şu peyshanba zadaman. Rutuqqanlar Michel'nin hemmesi muşu baştan aşı başqıçı bütünley ayollarninki kiyim-kechakları var ekan. Erlarninki kiyim-kechakları yaxshi bo'lib tundingizmi mana? Qancha pul sotilgan mana mana? Qara. Shtallini. 90 koy, 80 koy, 100 kat yaptı. 90-80-100 koy atrofida chiqitga urug' tuqqanlar. Xotanın ağalığa 150 atıldı. Xotandan ağalı 150'den ato, miya gazınız 80 koy bitmez deydi o. Maqma urug' tuqqanlar. Men yana shu payshanba bozor ekan, boshqalarni dimidoq hamini so'rab bo'g'ilib ekan. Lekin bir narsani his qildim urug' tuqqanlar. Payshanba bozori men shu to'salli chiroqdagi payshanba bozorda turyapman. Amaliyotda bu yerga kelgandan keyin siz to'xuning ustidan boshqa hamma narsa tepiratgan bozor ekan. Menchi bo'lsa urug' tuqqanlar bu yerga savdo qilganimiz dehqon urug' tuqqanlarimiz ekan. Qo'llashlar bo'lsin, biratlar yuraklaringni birib qo'yinglar. 快手，拥抱每一种生活。